Yuz terisidagi poralar kengayib ketishining 5 ta asosiy sababini sizga sanab o'taman. Birinchisi, yuz terisi ortuvchi yog' ishlab chiqarishi, ya'ni bunda teri tanamizni keragidan ko'proq yog' ishlab chiqaradi. Bunda poralar kengayib ketadi. Ikkinchisi, irsiyat, ya'ni genetika. Agar sizda ota-onangizda yoki buva-buvingizda shunaqa poralar kengaygan bo'lsa, 70-80% ehtimol bilan sizda ham bu holat kuzatilishi mumkin. Uchinchisi, yosh o'tgani sari terimizda kollagen miqdori kamayib ketadi. Shu uchun yosh kattaroq ayollarimizda poralar kengayib ketishi ko'proq kuzatiladi. To'rtinchisi, ultrabinafsha nurlari, ya'ni quyosh nurlari. Bularda biz quyosh nurlari kollagenni parchalab tashlagan hisobiga yuzimizda poralar kengayib ketishi ko'proq kuzatiladi. Beshinchisi va eng asosiysi noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish oqibatida juda ham ko'p teri muammolari yuzaga keladi. Bunda akne, rozatsiya va hokazolar. Bunda pora kengayib ketishi ham juda ko'p uchrab turadi. Agar sizda ham poralar kengayib ketgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilib qabulimga yoziling. Sizga eng to'g'ri va samarali usullarini o'rgataman.